qo'rqyapman. Nimadan qo'rqasan? Katta ko'cha bilan ketsang emasmidi? Qanaqa katta ko'cha? Naseti yaxshi. Qo'yaqlar qo'rqitishma. Ya Nozimjoncha g'alati emasmi? Nay, ammangni uyiga bor, bu anjan shapalag'i bo'ladi. Nozimjon. Tishlimi do'stim? Opongni. Alijon to'rin skors ko'rib, ziminga qo'ymasang hozir nimadir bo'ladi-da. Ya onasini hamsa zombiga aylanib qoldimi? Okey. Ya onasini hamsa. Onasini hamsa burgutni kim tushadi? Real zo'r. Barsa zo'r. Real zo'r. Barsa zo'r. Kim vur? Bu zombilarni yo'q qila oladimi? Like and subscribe. Ona nima yur? Televizorim bo'ydami deymi? To'tachi bitta ko'ray. Ne naymisiz devorni teshdingiz? Yo'q. Assalomu alaykum rasbo. Opani bosdi. Tahorat olib yotay dedimi? Onang nima gullarni er-xotin ustalami? Aka. Assalomu alaykum rasbo. Men sizni o'xshatdim. Aprikol qilmang. Senlar darsingda uyqu bormi? Bir dir qilasan, bir devorimni teshasan, bir televizorni teshasanlar-ya. Qani, choydan iching, rais buva. Choyingizni yig'ishtirib turing kelin. Menga qara, uyda bitta tualet bor, bitmagan. Shuni bitirib bera olasanmi? 100%. 100% bitirib berasan-a? Ishtirina. Menga qarash, agar yana dir qilib miyam qatig'ini chiqarishadigan bo'lsa, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasida xonadonlar sotuvi 3-bosqichi davom etyapti. Boshlang'ich 20% ni to'lab, xonadon xarid qilib chiqib ketaman. Mendaqa qo'shni topolmaysan qo'ygan. Tushundingmi? Men bor uzr rasbo. Nima bu? Tualet. Qanday bu? Bunda yonbosh bo'lib, mana miyaga qon quyilibmi? Xuddi shunaqa qon bosimi bo'lsa, shahar kasali bo'lsa foyda qiladi. Buni yonbosh bo'lib kislorod aylanadi. Lechebniy tualet. Rosta! Gap zo'r chiqibdi-mi? Shuvoqlarni ham o'zing qilib berasan. Bo'pti. Mayli. Rasbo. Aka, buni lechebniy deyording. Bu davlat aqlli odamni 3 kundan beri yotaman. Onay. Xohlasangiz lechebniy dushlarim bor. Qilib beraymi? Like and subscribe. Yig'laverma. Soat 3 bo'lyapti, qaytasan. Kelyapman aka, kelyapman mana. Qoningdan ham bir ikkita narsalar chiqdi-da. Ya u narsalar meniki emas aka. Ayam bilan dadamni trilaying yo'lga tiqmoqchimisan sen bola? Tez kel deyapman. Aka meni kelyapman deyapman o'y. Sizga kirish mumkin emas. Farzandingizni ikkala ko'zi ham jiddiy shikastlangan. Tezda donor topish kerak.